Azad Fabrar. Sultonova Gulbanul. Shavkat Vasiyev. Kamolxon Foybek. Atanazar Maqsad. Men birinchi Ranch xususiy universitetiga topshirganimda bu narsani o'ylamagandim. Kim prezidentimizning 2022-yil 15-iyundagi qaroriga asosan Grant yutib olish imkoniyati borligini aytdi. Va biz o'z bilimimizni sinab ko'rdik. Bugun rahbariyatimiz davlat grantini qo'lga kiritganimizni ochdi. Biz ham bundan xursandmiz. Universitetga kontrakt asosida o'qish bizga katta mas'uliyat yukladi. Hech o'ylamadim xususiy universitetga kirib turib, davlat grantida tahsil olishni. Bu haqida ota-onam ham eshitib juda xursand bo'ldi. Arxitektura yo'nalishini tanlashni hech o'ylamayman va bu yo'nalish menga juda yoqaradi. Grant yutib olishdan menga bu katta motivatsiya bo'ldi. Bunday qiyinchilik bo'lmadi deb o'ylayman. biz maktab paytimiz Ranch universitetiga ekskursiya qilib olib kelgandi va sharoitlar bilan tanishib chiqdik va menga sharoitlar yoqdi. Keyin shu yerga topshirdik. Shuning uchun arxitektura yo'nalishini tanladim. Logik mashinalar va jihozlar yo'nalishi talabasiman. Shu yo'nalishda qaysi universitetda o'qish mumkinligini izlab yurgan vaqtimda shu Ranch universitetini maslahat berdilar. O'z yo'nalishimni topa bilganligim menga katta motivatsiya bo'lgan. Hamma o'qituvchilar hammasi bir yordam berdi. Asosan shu matematika, fizika o'qituvchilarga rahmat deymiz. Hamma talabalarga maslahatim o'ziga ishonsin, yaxshi o'qisin, keyin grantga topshirsin. O'zim tengi talabalarga shuni tavsiya etamanki, o'z ustida ko'proq ishlashni va shunday imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslikni. Boshqa studentlarga ham tavsiya qilaman, oxirigacha yaxshi o'qishni va o'z imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishlarini. Harakat etgan hamma talabalar grant yutish imkoniyatiga ega. Sababi hamma talabalarga bir xil shart-sharoitlar yaratilgan.